Bu novostroykamizga qara, o'rta. Lokatsiyasi juda zo'r. 15-kvartal. Orientirimiz esa Bahor restoran. 3 xona, 3-etaj, 9 etajli dom. O'ng qo'limizda zal joylashgan. Ochiq balkonchiki ham bor. Родительский spalnyani katta va kengligini qara. Uyimiz skvoznoy. Har xonada oyna bor. Umumiy maydonimiz 74 kvadrat. Butimizda esa sanuzel joylashgan. Alohida. To'rimizda esa детский spalny joylashgan. Bu uyda hamma jihozlar qoladi. Kaliti notarius kuni beriladi. Endi esa oshxonaga marhamat. Ahamiyat bersak, ochiq balkonchiki ham bor. Bu uyni ipotekaga ham olsang bo'ladi. 450 milliongacha. Narxi esa 90